Assalomu alaykum, barakali islam obunaçıları. Obunaçılar bize bugün Urganch tuman paxtakardamiz. Bugünkü videomuz joy o'rni bo'ladi. Joy o'rnimizga keladigan bo'lsak, Urganchda Shahidlar bobo mechiti bor. Shu mechitning yanında ekan, unda ko'rsatib turibdi ana. Shu mechitni yanidan 500 metr ichine girasizlar, shu yerda joylashgan joy o'rnlarimiz. Dokument egalarining aytishlari bo'yicha dokumentlar taq ekan. Dokumentlarni ham o'zingiz olajak vaqtingiz gap ko'rasizlar. Kadastr mevcut dokumentlari bor. Joy o'rnimiz razmerlarına keladigan bo'lsak, uzunluğu 25 metr, enini 60 metr ekan. Общий 1500 metr kvadrat bo'ladi. Joy o'rnimizni bölüp ham beraveramiz. Общий bir adam gelip quruvchi og'alarimiz, boshlarımıza gerek bo'ladigan bo'lsa, joy qurib sataman degan og'alarimiz bo'lsa, joy biznes bilan shug'ullanadigan og'alarimiz ham yaxshi taklif bo'ladi bu. Eğer yok deb bölüp oladigan og'alarimiz bo'lsa, 200 kvadratdan 300 kvadratdan bölüp ham beraveramiz. Общий beyden 3 köçe tushgan ekan, oriyanda bir köçesi, bunda bir köçesi, bu köçesi satılıp bo'lgan edilar. Bu köçesi satılıp bo'lgan ekan, endi bu tarafı qolibdi ekan. Shu sizlarga ko'rsatganimiz videoda ko'rsatganimiz bir tupik köçe bo'ladi ekan. Köçening eni 15 metr bo'ladi ekan. Joylarimiz bu taraf bir-birine qaraydigan bo'ladi ekan. Tupik köçe bo'ladi ekan, shuracha bo'ladi ekan. Joylarimiz. Hozir sizlarga video davomida berilishib kerilishini ko'rsatib o'tamiz. Taza başlangan Urganch Xiva pullik yo'ldan 1 kilometr ichine giriladi. Görüp duran köçeleriniz birinin liniyası marşrut yürüdü bu yoldan. Şundan 200 metr girseniz biz yani görüşken joy o'rnlarimiz şöyle. Joy o'rnimizda bahalarına keladigan bo'lsak, videonun pesinde joy o'rnunun egalarining nomerlarini kaldıramiz, üzerine bağlanıp bahalarını to'liq ma'lumotlarni üzerinden bilib olaverasiz. Kanalımıza abone bo'lib qo'ying, kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz.